Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Dilshodbek Alyorov YouTube kanali. Video boshlanishidan oldin bir dona like bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Biz videomizni boshlaymiz. Xo'p, bizni navbatdagi dasturimiz Uzgram mobil dasturi, kompyuter hamda telefonda ishlaydi. Bu dasturni ochib ko'rsataman, qulayliklarini va sizlarga odam qo'shib, har bitta funksiyasini tushuntirib beraman. Xo'p, dasturimiz birinchi navbatda aktivatsiya qilinadi. Litsenziya hammasi qo'yilgandan so'ng bizda mana bu menyu ochiladi. Bu menyumizda nimalar bor? Raqam qo'shish menyusi bor. Ya'ni bemalol istalgancha Telegram akkauntini ulab odam qo'shsalaringiz bo'ladi. Keyingisi esa odamlarni yig'ib olish. Ikkinchi funksiya odamlarni yig'ib olish funksiyasi hisoblanadi. Bu istalgan guruhdan odamni ko'rsatsak, yopiq ochiq guruhdan odamlarni bizga yig'ib beradi. Birinchi o'rinda obunachi yig'iladi, keyin esa o'zimizning guruhimizga qo'shiladi. Xo'p, keyingi buyrug'imiz, uchinchi buyrug'imiz esa odamlarni yopiq guruhlardan yig'ib oladi. Xo'p, 4-buyrug'imiz odamlarni qo'shadi. 5-buyrug'imiz esa yig'ib olingan odamlarni yopiq guruhlarga, shaxsiy guruhlarga qo'shadi. Spamlardan himoya qiladi bular. Filtr qiladi, ban filtrlar hammasini. Keyingi bo'lim, asosiy bo'limlardan biri adminlarni yig'ib beradi bizga. Misol kimnidir onlayn do'kon yoki internet savdosi bo'lsa, guruhlarga adminlarni yig'ib olib, adminlar bilan kelishib ishlasalaringiz bo'ladi. Xo'p, yig'ib olingan adminlarni guruhga qo'shiladi. Guruhda reklamalar yuborish mumkin guruhlarga. Oxirgisi esa o'sha akkauntlar bilan ishlash. Akkauntlarni real haqiqiy qilish uchun shunaqa qilinadi. Xo'p, endi esa sizlar bilan obunachini yig'ib hamda olib ko'rsataman. Mana bu guruhdan ko'rib turibmizki, xo'p, 1000 ta obunachisi bor. Bu o'sha 1000 ta obunachini hozir yig'ib olamiz. Mana guruhni linkini yig'dim, kopirovat qilib oldim. Dasturga endi ikkinchi buyruqni bosaman, guruhni linkini kiritaman. Mana shu holatda enterni bosaman. Va yig'ish jarayoni boshlanadi bizda. Mana a'zolar уже yig'ilmoqda. Ko'ryapsizlar, a'zolar yig'ilmoqda. Xo'p, a'zolar уже yig'ildi. Endi esa mana shuncha erkak, shuncha ayol bizga hammasini ajratib beryapti. Ko'ryapsizlar? Xo'p, endi esa odam qo'shish uchun enter bosamiz. Xo'p, odamni qaysi guruhga qo'shib ko'rsataman? Bitta akkaunt ulaganman. Odamni mana bu ochgan o'zimni test Uzgram test gruppamga qo'shib ko'rsataman. Endi esa 3-buyruqni bosamiz. Dasturga o'tib, 3-buyruqni bosamiz. Enter bosamiz. Guruhimiz linkini tashlaymiz bu yerga. Enter bosamiz. Mana Telegram ko'rib turamiz. Xo'p, bu yerga esa 4-buyrug'imizni bosib, guruhimiz linkini kiritamiz. Va ko'ryapmizki, qo'shilish jarayoni mana ketdi. Telegramga qarab turamiz. Hozir obunachilarni yig'ib olamiz. O'sha mana obunachilarimiz уже yig'ilgan holatini ham yana ko'ramiz, ko'rib o'tamiz. Mana уже hammasi yig'ilib bo'ldi. Endi esa buni xo'p, guruhimizga qo'shib olamiz. Mana guruhimizga qo'shish jarayonini ko'rsatib beraman. Linkini kopirovat qilib oldim. Dasturga o'taman. Dasturga o'tib enter bitta bosaman. Va 4-buyruqni bosamiz. Ya'ni 4-buyrug'imiz guruhlarga odam qo'shish edi. 4 bosib enter bosaman hamda guruh linkini kiritaman. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana sizlarga ko'rinish uchun polni kattaroq qilib ekranni ko'rsataman. Mana jarayon bemalol, hammasi ochiq. Mana linkni qo'yib olamiz yana bir marta. Odam qo'shmoqchi bo'lgan guruhimiz linki bu. Dasturga qo'ydim, enter bosaman va ko'rishimiz mumkin bu yerda. Hozir odamlar qo'shiladi mana. Chiqanaqa dasturda frizlarsiz qo'shiladi. Qo'shib bo'lmaydigan o'zi qo'shib bo'lmaydi deydi, qo'shiladigani mana shunaqa qilib qo'shib ketadi. Dasturimizni bemalol telefon va kompyuterlarga olib ishlatishingiz mumkin. Xohlagan variantingizga qo'yib, ishlatib, o'rnatib beramiz. Videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Dilshodbek Alyorov bo'ldi. Ko'rishguncha keyingi videolarimizda.